Do'stlar, navbatdagi lakasamiz Surxondaryo Sho'rchi tumanidan bo'lyapti. Bu yerga navbatdagi Shohona professorimizni olib kelib o'rnatib bo'ldik. Turganlarida oldidan chiqish binalari yog'ochdan qatirilgan. Hop, tepalari mashinalari uyg'unlikda bo'ldi. O'zlariga tushib, hech qanaqa yomg'ir, qor tushmaydigan bo'ldi. Oldiga 50 santimetrdan aylantirib, hop, o'stirmasini qilib berganmiz. Odatdagidan bitta narsa farq qildi. O'rtasiga peshxona ham qilib berdik so'rimizda. Bu peshxonamiz bitta yaxlit bo'lsa, katta bo'lsa, sal og'irroq bo'lib ketar ekan. Shuni hisobiga ikki bo'lakka ajraydigan qilib, ikkitali qildik. Bittasini qo'yib turib, o'rtada ozroq odam bilan bo'ladigan bo'lsa, bittasini qo'yib o'tirsangiz ham bo'ladi. Ko'proq odam chaqirmoqchi bo'lsangiz, mehmonga ikkitasini qo'yib turib o'tirsangiz bo'ladi. Bahoriy kayfiyat bilan bizni ham qo'llab-quvvatlab, like, podpiskani ayamanglar degan bittamiz. Raqamlarimiz doimgidek 463 05 06 raqamlariga telefon qilasizlar 97 ko'zi bilan.